Bugungi videomiz ajoyib bo'ladi. Danar biznesiga qancha pul tikib, qancha daromad qilsa bo'ladi. Shuni hozir ko'rib chiqamiz. Hojimurodov Danarga kelganmiz. Hozir asoschisi bilan suhbat qilamiz. Jarayondan o'tadi. Tayyor bo'lganda shu holat. No'lli darajasi o'ta hisobda. Tayyorlansa o'zi shu saqlanadi. Jamiki sizga hamma investitsiyani aytsam, ko'rib turgan ofisingiz, Ha. ichkarida ishlab chiqarish zonasini qurilishi, Ha. sizga aytgan 60 ming dollarim faqatgina ishlab chiqarish stanoklari, xolodilnik, kamera, apparaturlar. O'shalarni jamiki hammasini hisoblasa, taxminan 85 mingdan 90 ming dollar, 100 mingga bormaydi, lekin 90 ming dollarlar chiqib qoladi. Ha. O'sha pul bilan mashq ko'rinishga holatga olib kelganmiz. Jahongir aka, eng qiziq joyi. Danar biznesi qancha daromad olib keladi? Danar biznesi endi o'zimni sharoitimdan kelib chiqsa, mana shu holatga keltirganingizdan keyin, ishlab chiqarish shu darajaga olib kelganingizdan keyin taxminan 1000 dollardan u yoqqa ketaveradi. 1000 dollar kam emasmi aka? Yo, endi 1000 dollar deganim eng kam miqdorini aytaman, eng minimum miqdorida. Endi hammada har xil, kimdir 5 ming, kimdir 10 ming, kimdir balki 15 mingdan foyda qilayotganlar bizga o'xshab ishlab chiqaruvchilar. Endi misol tariqasida nimani aytaman? Hozir skladga kirdingiz bilan, skladda deyarli mahsulot yetmayapti. Ya'ni ishlab chiqarib ulgurmayapti. Ulgurmayapti. U faqat dekabr oyida bo'lyapti. Nimagaki yangi yil oldi savdo zo'r bo'ladi, mahsulot chiqib 3-4 soatda o'zida sotuvga chiqib ketyapti, ulgurmayapti. Lekin yanvar oyi hech qachon dekabr oyini bermaydi. Hech qaysi ishda ham fevral oyi, ya'ni ro'za oylarida bizda ko'rsatkichlar pasayib ketadi. Endi o'rta hisobda endi rostdan yolg'onsiz sharoit qilsangiz, endi bo'lmaganda 1000 dollar taxminan foyda qilsangiz bo'ladi. Endi u yog'i sof foydasi shunaqa bo'ladi. U yog'i rivojlantirish, dalchi 5 ming, 10 ming o'zingizni planingizni dalchi qo'yib ketaverasiz. Menimcha hamma ikir-chikirlargacha ko'rsatib bildik. Bu videoni fast food sohada ishlaydiganlarga albatta jo'natib qo'ying. Chunki bulardan arzonni topish juda qiyin.